Ko'rib turgan shoptonlar biletlar hisoblanadi. Ko'p do'stlar mana bu zamich tukli bo'ladi. Tuki ham u darajada bo'lmaydi. Bunning ichiga kirgan hozirgi paytda erta pishanlashdan bu ham bor. O'tgan yil olib kelib ekkanman mana. Uje 20 tacha meva qilyapti do'stlar. Belgilarni olib kelib ko'rsating. Mana oldi yetilgani mashg'ulotga bo'lib keldi mana. Qop-qora bo'ladi shoptoli zamich ana. O'tashadan biletlar shu bo'ladi do'stlar. Mana shoptoli holati. Bu endi shoptoli ufovchilarimiz o'shin bilan teng pishyapti. Bog'larni olib keldim. Mana o'tgan yil ekilgan shoptoli kamida 10-15 tadan mevasi bor. Faqatgina ma'lum tutib bir dona ham qilmabdi. Mana do'stlar shoptoliga baho berasizlar mana. Biletlar. Endi shoptoli ufovchilarimiz bilan pashti teng pishyapti. Buni ko'chatlarni Farg'onali bog'bonda xarid qilishlari mumkin. Sog' bo'lasizlar. O'zim uchun sinagan ekandim, yaxshi, zo'r. Sinovdan o'tdi. Hozirgi paytda 1 kilosi 20 ming so'm, 15 ming so'm atrofida sotilyapti. Yaxshi shoptoli boqqishlarini Farg'onali bog'bon tavsiya qilib qoladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Pitomnigiz ham yo'q bor ekan-a, bog'ingizda. Xudo xolasa hamma Pinni yo'q. olgani. Mana qolganlarini olib kelib ko'rsating. Mana bularimiz biletlar, bu endi shoptoli donat bo'ladi. Mayli, siz gapingizdan keyin donatlarni ham ko'rsatkim keldi. Mevasini ko'p do'stlar. Pishib yetilib bo'lgan. O'ta suvli shirin shoptollardan biri donat ham hisoblanadi. Bu 1 kilosi 50 ming so'm, 60 ming so'm sotilyapti. Mana har bir ko'chat tushunali ishlash kerak. Mana noklar ham ekkan, pinnigini oladi, pitomni qilib, donat. Sinab ko'ra, keyin sotuvga O'zidan mana o'zidan sinovdan o'tkazib, yaxshi narsa chiqsa, keyin ko'chatini ko'paytirib, mana xalqimizga sotishni boshlaydi mana. do'stlar. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Ertamanda bu mazasini suvli jihatdan bir ko'rsatay obunachilarimga. Endi shoptoli donat erta pishanlar. Mana ezilib pishibdi, mazasi qalay ekan. Ichoq bo'ladi, u qarang, suvliga baho beriladi. Sog' bo'lasa, Farg'onali bog'bondan buni ko'chatlarni xarid qilishlari mumkin. Obuna bo'lganlar Farg'onali bog'bonga obuna bo'lib qo'yamiz. Kuzatib oylar, xudo xolasa bundan ham zo'r yangiliklarni qilib boradi. Sog' bo'lasizlar.